2025-yil 15-noyabr shanba kungi ish kunini boshladik. Assalomu alaykum. Qadr baland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Asl uy-joy jamoasi sizlarga chiroyli, fayzli hududlardan ajoyib xonadonlarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz do'stlar. Hurmatli obunachilarim, juda ham ko'p kottejlarda, xonadonlarda obzor qilganman-u, lekin bunaqasini to'g'risi obzor qilmagan ekanman. Mazza qilib obzor qilamiz sizlar bilan birgalikda. Bu kottejimiz do'stlar Farg'ona shahar aeroport kottejlarida 6 sotix, 2 qavat, 13 ta xonasi bor do'stlar. Undan tashqari 4 ta sanuzel hojatxonasi, 2 ta oshxonasi, bitta zimniy, bitta letniy oshxonasi bor va undan tashqari bitta yaxlit podvali va 2 ta do'stlar ochiq ayvoni bor. Uyimiz 100% pishirishda qurilgan. Undan tashqari do'stlar uyimiz 100% jihozlari va texnikalari bilan birgalikda sotuvga chiqyapti. Uy egalari ushbu xonadonni o'zlari uchun qilgan ekan. Endi hozir ba'zi bir sabablarga ko'ra ushbu xonadon do'stlar sotuvga chiqyapti. Ko'ringlar, barchamizga shunaqangi fayzli, chiroyli xonadonlar nasib qilsin. To'g'risini aytsam, ushbu xonadonni ko'rdim-u, yuragim jaz-juz bo'lib ketdi. Sababi juda ham fayzli, juda ham chiroyli, juda ham hashamatli xonadon. Uyimiz do'stlar 100% puliga arziydi. Narxi qancha deysizmi? Narxini uy egalari tomonidan 250 ming dollar baho so'ralyapti. Albatta, o'tib beradigan joyi bor, bemalol kelishsiz bo'ladi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, hoziroq pastdagi raqamlarga bog'lanib, ushbu uy haqida ma'lumotni olib, joyiga borib ko'rib, bemalol joy egasi bilan savdolashib, xarid qilishlaringiz mumkin. Endi uy haqida ma'lumotini bersak, uyimiz katta yo'lda bo'yida joylashgan. Uyga maktab, bog'cha, magazin, apteka, poliklinika, bekatlar yaqin joyda. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor. Katta yo'lda bo'yiga yaqin. Farg'ona shahar aeroport kottejlarini shundoqqina markazida joylashgan ushbu fayzli, chiroyli, hashamatli, dahshat kottejimiz sotuvga chiqyapti. Yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosasizda, shunaqangi kottej yoqtirayotgan do'stingizga, tanishingizga ushbu videoni ulashib qo'ysalaring juda ham xursand bo'lardik. Biz qo'limizdan kelgancha siz aziz obunachilarimizga chiroyli hududlardan fayzli xonadonlarda obzorini issiqqina yetkazishga harakat qilyapmiz. Qo'limizdan kelganicha sizga ushbu xonadonlar yetib borayotgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Ushbu uy do'stlar aytib o'tgandek Farg'ona shahar aeroport kottejlarida 6 sotixlik kottej, 13 ta xonasi bor, 2 qavat do'stlar, 4 ta sanuzel hojatxonasi, 2 ta oshxona, bitta zimniy, bitta letniy va undan tashqari do'stlar yaxlit podvali va 2 ta ochiq ayvoni bor. Romlarimiz 100% Aquaplast qilingan. Ichki eshiklari MDF taylari laminat pol, chiroyli aboylar yopishtirilgan. Xullas kalom bir so'z bilan aytganda, ushbu xonadonda oila a'zolaringiz, farzandlaringiz, ota-onalaringiz bilan birgalikda mazza qilib yashab bersangiz bo'lgani. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like deb bosib, hali ham kanalga obuna bo'lmasdan bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Sababi biz qo'yib borayotgan xonadonlarda o'tkazib bormasligi uchun do'stlar va fikrlaringni izohlarda yozib ketinglar. Siz u bizga shunaqangi fayzli, chiroyli xonadonlar nasib qilsin. Allohim bizga ham shunaqangi xonadonlarda bersin degan insonlar izohlarda chiroyli fikr yozamiz va eng asosiysi do'stlarga, tanishlarga ushbu videoni ulashib qo'yishda esdan chiqarmang. Xato nuqsonlari bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunsa, video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, do'stlar, albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bizni YouTube'da, Instagram, Telegram, Facebookda kuzatishda davom eting. Keyingi videogacha xayr.